O'zbekistonni shunaqa qilib asta-asta adaptatsiya qilib ochish kerak, что chet elliklar ko'rsin, O'zbekiston blokchaynga ochiq. Endi qarang, mana Buxorodan ko'p kriptovalyutachi bilan shug'ullanadigan bolalar, mana bir nechtasini bilaman. Ko'pchiligi tasodifmi Buxorodan-da negadir. Mayli, umumiy aytganda O'zbekistonlik yoshlar endi baribir xohlaymizmi yo'qmi bu sohani yoshlar ko'proq tushunadi va intilish ko'proqda, endi xohlaymizmi yo'qmi. Va shu bilan birga oldimizda yana muammo turibdi. Millionlab yoshlarimiz oddiy qora ishchilikka xorijga chiqib ketyapti, borib xor bo'lib yurganlari bor. Qanday baholaysiz? Bizni yoshlarning salohiyati mana shu yo'nalishdagi ishlar tortib ketishga yetadimi? Ertaga biz hozir oddiy aytganda borib Yetmaydi deyishim noto'g'ri. Yo'q, shu oddiy yerda borib shkatulka qilib shuvoq qilib yurgan bolani biz o'rgata olamizmi shunga? Bitta narsa deb bilaman. Endi har kim o'zidan kelib chiqib gapirish kerak. Men ham ko'cha changitib yurgan odam bo'lganman. Men ham endi undir-kindirib bo'lmaganman. Qanaqadir dar bo'lishi mumkin, Xudodan tez olish qobiliyatim bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsa deb bilaman. Men o'zim qatori yoshlarni ko'rganman. Olib ketsa bo'lar. Lekin institutga borganimda bitta narsa bo'lardi Rasul aka-da. Endi o'zimning hayotimdan men institutga juda ham kam borganman. Lekin biror marta domlamga telefon qilib bahomni olib ber demaganman. Ya'ni menda pamyat yaxshi edi. Eshitgan narsam tez qabul qilib olaman, generatsiya tezroq qilaman, gapiraman. Bahomni hammasini o'zim ham muomalamiz zo'r bo'lgan, olib ketaverganman-da. Lekin yoshlar borib qarardim, darslarda o'tiradi bolalar, dars ham to'g'ri bo'lmaydi. Bolalar vobshe tushunmaydi. Men umuman shu darsga kirmaganman. Berilayotgan savolda ichini analiz qilsangiz javobi bor-da. Shunaqa o'sha uchun o'qish tizimimizdan qoniqmaganman. Realni aytaman. Lekin bolalar tortib ketadi deb o'ylayman. Nima uchun bu narsa kelgan? Ubijleniya nima uchun kelgan? Chunki atrofimdagi bolalar nima uchun Buxoroda ko'p deyapsiz-ku? Buxoroda shaxsan o'zim boshlab berganman bu narsani. Men minglab Instagramda ko'rgan minglab kartalar ochib tashlaganman. Bu narsani keyin ochiq inson bo'lganman. Ma'lumotlarni beraverganman. Ko'rgan insonlarimga beraverganman, aytaverganman. Bu orqali ko'p yoshlar shug'ullanib ketdi. Hozir aytganimda juda ham buxoroliklar ko'p shug'ullangan bu narsa bilan, juda ham tushunadi. Chunki o'sha yerdan buloqdan chiqib keldik-da biz. Tushunib yetib chiqib keldik. O'sha uchun значит ular udalayaptimi? Men shunaqa bolalarni bilaman, milliard pul оборот qiladi. Bu 3 milliard 30 necha milliard bu-ku? 34 milliard. Bu 30 milliard оборот 7 oyda оборот qilgan. Oddiy yigit. Bu вообще katta pul emas. Minuscha bu. Aslida. Bu. Realniy trillion оборот qilganmiz.